Yaponiyada jamiyat bosim qilmaydi deyapsiz, to'g'rimi? O'sha ularda ham mumkin emas, yopiq bo'lsa ham, lekin jamiyat Yo'q, himoya qiladi. Amerika tomon Ha? Yaponiya jamiyatiga bosim qila olmaydi. Nima uchun? Chunki Yaponiyaning ichki tizimi shunday demokratik tuzum yo'nalishida qo'yib olganki va demokratik tuzum bo'lgandan keyin uning qadriyatini ham hurmat qiladi. Demokratik qadriyat demoqchimisiz? Yo'q, o'zini, yaponlarning o'zini qadriyatini. Chunki ularda o'zini ham tarixlari, o'ziga yarasha tarixi bor va o'ziga yarasha millat sifatida shakllangan va ularga o'sha nima deydi, ortiqcha bosim qo'yilmaydi ularga. Nimaga ularga qo'yilmaydi, bizga qo'yiladi? Sabab? Bizdagi jamiyat Nima farqimiz bor? demak demokratik jamiyat emas, saylovlarimiz toza bo'lmaydi. Bizda o'sha haligi boyaga jadvalga kelsak, bizda faqatgina o'ngchilar bor, bizda so'lchilar yo'q. Ha, shuning uchun tanqidga uchraymizmi? Bir tomonlama, bizda bir tomonlama, ya'ni bir tomonlama, ko'p tomonlama bo'lsa, ko'rinish, muxolifatlar bo'lsa, muvozanat yo'q. boshqa fikrlar bo'lsa, biz ham bosimga uchramaymiz demoqchisiz. Bunga xuddi shuni javobini ham sizni oldingidan berib kelayotgan savollaringizga mana shu ham bitta javob bo'lishi mumkin.